La ilahe illallah Muhammed Rasulullah, şehade la ilahe illallah, şenne Muhammed abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, o'rta Osiyo musulmonlari. Ushbu videoni Kunta Abrorning yangi hangomalari deb qo'yamiz-da, boshqa nima qilamiz dedi. Mana akkauntimiz yopildi, işte 2-3 video qo'yganmiz. Yangi Imom Mahdining nimasi degan Imom Mahdi o'ng qo'lini chapga sevradi, chap qo'lini o'ngga sevradi degani, ya'ni nimada dovdiradi, shunaqa dovdirib keyin so'kinadi, boshqa qiladi, qarg'aydi, obotilar degan biz Kunta Abrorda ko'lari kelsa, u kishi Suriya Shomdan olib o'tish kerakmish, qamoqxonaniki nimalar shu voqea bo'lganimizda, bu soxta ishonlar nima bo'lganmish, Shomdan boshqa cho'ldan narigi cho'lga olib o'tishga o'sha paytga samolyot bo'lmaganmish, boshqa bu Kunta amerikanskiy kinolarni ijod qilyapti, kallanga qo'tta og'zingga siskay Abror amerikanskiy kinolar fantaziyasini yaratyapsan ishonlar haqqiga. Keyin Suriyaning Shomni voleysimi bir anaqa bir prezidentimi o'sha paytda bir qaysi bir Kunta xalifasi endi zerikmasdan ularga bitta shajara yozib berdi. Uni ayni omidan yozib berdim, Abror og'zingga siskay, ko'ting teshig'idan pola chopsam gandon. Keyin yana aytibdiki, o'shalardan tarqaganlar endi demoqchi bo'lyapti. Og'zingga siskaman Abror, ko'tingga siskaman, uni ayni ishga qilib olasan Abror, og'zingga siskay. Senga yergashganlarning hammasini onasini siskay, og'ziga siskaman, onalarini siskaman. 1 million paspishing bilan menga yergashmasang, bo'nzinmasang, ko'tingga siskaman, og'zingga siskaman. Hamma yangi nimalar bor-ku, muxolifat hammani onayni sikib chiqaman. Yani kazzob, antikazzobni og'ziga siskaman, ko'tiga siskaman. Bu fazilat am yerkaga bo'lgan amni bor-ku fazilatda. Ochrat qilib siskamiz. Nima desanglar, ochiqqina chiroyligina bo'lgan hokimlarni ham olyapti. Hokimlarni qo'tog'ini ye. Hokim, to'rpog'im, ko'tingga siskay, onayni siskay, hammang tusanlarga sukalar biladi, gandonlar. Qaysi menga blokirovka borganmisang, onayni siskaman. Koreyaga turgan Kunta, onayni siskaman. Onayni sikmasdan qo'ymayman. Hammani onayni bir boshingdan sikish kerak. Dobbatilar chiqadi, belgi qo'yadi derlar. Hazrat Alidan kelgan belgiga soqol uzun derlar. Soqol uzun g'am. Sanlarni ko'tingga sikish meni g'amim. Ana keyin nima deganlar? Qarg'ish bor, qarg'ish, dobbatilar qarg'aydi. Kunta bo'lsang ko'tingga siktir, og'zingga ol degan. Nima desang, Karim Kunta bo'lmang, onayni hammani sikdi, sanlar o'zingga xudo qilib olding. Ana keyin Abror Kunta muxtoring senga din yaratdi. O'shan dindan yuribsan, Firavnning dini bo'ladi. Ya'ni nima deydi? Hammani onayni sikaman deylar. Meni dinimga ergashinglar, Muso diniga ergashmanglar deydi. Muso dini Muhammad deganing u boshqa din yaratgan. U din u boshqacha din. Abdulla Zufar aytgan, Sodiq Samarqandda aytgan din boshqa, ana Buxoriyda o'tib ketgan. Ularni gapirgan dini boshqa, sanlarni o'zingni yaratgan dining boshqa. Sanlarda dining nima qiladi? Onayni sikar, tinchlik saqlaydi. Trampni qo'tog'ini sasat qilasan. Onayni sikay, o'zbek xalqi Trampni qo'tog'ini shimishdan charchamagin. Masjidga borib Trampning qo'tog'ini duo qilib yuraver, onayni siksin. Falastinni onayni sikdi, Suriyani onayni sikdi, Iroqni onayni sikdi, Eronni onayni sikdi. Sikmagan davlat qolmadi, chunki aytganlar mudda dinoz zaflashadi deganlar. Ana shu onayni siktirib yuraver hammang, onayni ko'tiga yashaysiz hammang. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Og'zingga siskay, onayni siskay, Kuntalar komment yozganlar, tukdi onasini siskay, hammang onayni siskay. Tamom. Birlashmasang onayni utayni og'ziga siskay, ko'tingga siskay, xotiningni alliga ham, xotinni ketiga ham siskay, gandonlar bilan.